Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va salatu vassalamu ala xayri xalqi Muhammadin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana siz bilan bugun ana shu Odam alayhisalomning yaralishi va bidoatul xalq haqida suhbatlashib, Odam alayhisalomning yaralishiga yetib kelgan edik. Bugun inshaalloh mana Odam alayhisalom haqida gaplashgan bo'lamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda marhamat qildi. Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun. Men jinlarni va insonlarni, odamlarni ibodat uchun yaratdim. deb marhamat qildi. Demak, insonni yaralishidan maqsad ibodat bo'ladi. Agar qaysi bir inson dunyoga kelsa-yu, Robbisini tali unga ibodat qilmaydigan bo'lsa, o'zi ma'lum bir maqsad uchun yaralganida shu maqsadni amalga oshirmagan bo'ladi. Mana shu qo'limizdagi qalam agar yozishlikdan to'xtab qolsa, o'z-o'zidan kerak emas narsaga aylanib qoladi. Qo'limizdagi telefonimiz suvga tushib ketib kuyadigan bo'lsa, remont bo'lishigini, remont bo'lmasligini ustidan eshitgan paytimizda har qancha qimmat pulga olgan bo'lmaylik, u arzimagan 2 pulga qiymat narsa bo'lib qoladi. Har bitta narsa o'zini mavjud bo'lib turishligida ma'lum bir maqsadni ko'zlaydi. Shu maqsadni amalga oshirishdan yaramay qolganda u narsa kerak emas narsaga aylanib qoladi. Xuddi shunga o'xshaganda insonning dunyoga kelishining maqsadi ibodat ekan. Inson ibodat qilmasa, kerak emas buyum qatorida bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni ibodatimizga muhtoj emas edi. Alloh taologa nima kerak bor odamni yaratishlikda? Nima kerak bor maxluqotlar yaratishligini? Alloh taolo g'aniyun anil alamin, butun olamlardan behojat bo'lgan Parvardigor edi. Hech o'ylab ko'rganmizmi, nimaga Alloh taolo yaratgan siz bilan bizni? Nimaga keragi bor edi Alloh taologa? Shuni yaxshi tushunib olsak, bizga Alloh taolo eng asosiy narsa berganligini, biz dunyodagi eng boy odamlar ekanligimizni anglab yetamiz. Alloh azza va jallani go'zal ism-sifatlari bor. Alloh taoloning rahmati bor, karami bor, marhamati bor. Mana shu sifatlarni Alloh taolo zohir qilishlikni xohladi. Bandalarni yaratdi, maxluqotlarni yaratdi, ularga ne'matlarni berdi, o'zini tanitdi. O'zini Alloh azza va jalla tanitishlikni xohladi. Demak, butun koinotda yaralishligidan maqsad Allohni tanishligi bo'ladi. Demak, siz bilan biz dunyoga kelib Alloh azza va jallani tanibmiz, uni ism-sifatlarini o'rganibmiz, qanday sifatlarga ekanligini ko'ribmiz, iymon keltiribmiz. Demak, eng asosiy narsa bor bizda. Uni bu yoqdagi narsa Alloh taoloning xohishdagi narsa, xohlasa berardi, xohlamasa bermas edi. Bandalar bor, dunyodagi hamma matoni olgan, lekin Robbisini tanishlik baxtidan mahrum. Bandalar bor, yer yuzida sulton bo'lgan, yer yuzining hukmronlari, podshohlari bo'lgan, lekin Robbisiga subhana robbiyal a'lo deb peshonasini yerga qo'yib sajda qilishlik baxtidan mahrum. Chunki birodarlar, do'st qidirsang ibodat etar deyilgan. Har qancha narsa insonda ko'p bo'lsin, lekin ibodati bo'lmaydigan bo'lsa, yerni ustida to'plagan jamiki narsasi ko'milganda inson yerni tagiga o'zi kirib ketadi, yerni bu yerda qoladi, faqat insonning ibodati bilan kiradi. Demak, Alloh azza va jallani siz bilan biz tanishligimiz biz uchun berilgan eng oliy ne'mat bo'ladi. Allohga hamdlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo mana Odam alayhisalomning yaralishligi haqidagi bahs, so'z Odam alayhisalom hali yaralmasdan turib boshlandi. Astagfiru billah, iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Vaqtiki Parvardigoringiz farishtalarga men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman dedi. Xalifa degan so'z bu o'rinbosar degani. Alloh azza va jallani yerdagi o'rinbosari degani. Yer yuziga hali odam demadi Alloh taolo, bashar demadi, o'rinbosar dedi. Ana shu Alloh taolo o'zini niyatini aytgan paytda siz bilan biz otamiz Odam alayhisalom bir marta aziz bo'ldi. Chunki nima deyapti Alloh? Meni o'rinbosarim. Davlatning birinchi rahbari podshohi bo'lsa, undan keyingi odam o'rinbosari bo'ladi. Ikkinchi odam bo'ladi. Alloh taolo siz bilan bizga shunday unvonni beryaptiki, yer yuzini meni hukmimni joriy qilishligi bilan yer yuzini obod qiladi. Meni hukmimni hayotda tatbiq qiladi. Shuning uchun o'rinbosar dedi. Bundan katta birodarlar, amal, bundan katta mansab bo'lmaydi. Har bitta erkak kishi Alloh taoloning xalifasi o'zini uyida. Ana shu 6 soti, 7 soti uyingizda to'rtta bolangiz, bitta xotiningizga xo'jayinmisiz? Allohning yer yuzidagi o'rinbosari bo'lasiz. Ya'ni Alloh azza va jalla ertaga qiyomat kunida
ana shu 4 ta farzandingiz va xotiningizni ustida sizga savol beradi. Demak, yaralishlikni boshida Alloh taolo aziz qilib qo'yapti bu bandasini. Kim deyapti? O'rinbosar bo'lyapti. Hali otamiz Odam alayhisalom bir marta alhamdulillah yoki bir marta subhanalloh demasdan Alloh martabasini qanday ko'taryapti. Biz shunday odamni bolalarimiz birodarlar. Allohni hukmlarini inson yerda tatbiq qiladi va yer yuzini obod qiladi. Uni hukmlarini tatbiq qiladi. Yer yuzini obod qiladi degan joy kelyapti birodarlar. Islom degani tarki dunyo, faqat oxiratiga ishlaydi, dunyosini tashavoradi degan gap emas. Yer yuzini obod qilish ham birodarlar, ana shu Alloh taoloning buyruqlaridan. Ya'ni o'tirgan joyingizda toza tutishingiz, yurtingizni iqtisodini ko'tarishingiz, ko'chani toza tutishingiz, yer yuzida yashayotganda hadislarda keladi, o'lmaydigandaqa dunyoda ishini qilinglar, hozir o'ladigandaqa ibodat qilinglar dedi. Lekin ming afsus bo'lsinki, biz o'lmaydigandaqa dunyoda yashayapmiz, o'ladigandaqa ibodatni tashlab qo'ydik. Faqat bir tomonda obod qilishdan ovora bo'lib qoldik. Ana shu 30 yil sizda ta'lim oldim dedi bir shogird ustoziga. 6 qator so'zni o'rgandim. Shundan bittasi hammani uyi bor ekan. Meni uyim qabr ekan. Hamma uyini obod qilishga harakat qilar ekan. Men qabr degan uyimni obod qilishga harakat qildim dedi. Demak, ikki dunyoda obod qilishlik musulmonning vazifasi hisoblanadi. Jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmagan edi. Mana aytildi: "Va ma xalaqtul jinna val insa illa liya'budun." Jinlarni va insonlarni faqat menga ibodat qilsin deb yaratdim, ulardan rizq so'ramayman dedi Alloh. Nimaga jinlarga yer yuzini obod qilishlik vazifasi yuklatilmadi? Jumhur ulamolarning fikriga ko'ra, eng aqlli jin 10 yashar inson bolasini aqlichalik bo'lar ekan, aqli. Qanday qilib obod qilsin? 10 yashar bola aqliga ega bo'lgan jin. Endi shunday odamlar yo'q emaski, jinlardan yordam so'raydigan, jinlardan panoh so'raydigan, ishlarini, yo'llarini ochib berishligini, pollarini ko'rib qo'yishni xohlaydigan odamlar bo'ladi. Birodarlar, ular ham siz bilan bizga o'xshagan zaif mahluq, balki bizdan ko'ra aqli ojizroq bo'lgan mahluqlar. Yer yuzini obod qilishida Alloh azza va jalla ularga yuklagani yo'q. Alloh taolo Odam alayhisalomni yaratdi va suratini go'zal qildi. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim, thumma radadnahu asfala safilin. Biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deydi. Mana ulamolardan bir kishining oldiga bir ayol kishi keladida, "Ey imom," deydi, "Erim menga sen agar oydan chiroyli bo'lmasang, talaqsan" dedi. Talaq tushadimi, tushmaydimi dedi. E'tibor bering. Oydan go'zal bo'lmasang, talaqsan dedi. Shunda haligi imom domlamga, ustozimga boring deb ustoziga jo'natdi. Ustozim aytgan javobni menga aytib ketasiz dedi. Ayol bordi ustozining oldiga. So'zini aytuvdi: "Ey nodon ayol, sen oydan go'zal bo'la olamiding? Albatta talaq tushadi. Talaq bo'psan" dedi. Hali ayol xafa bo'lganicha birinchi kelgan imomning oldiga keldi. "Ustozingiz talaq tushadi" dedi deb aytdi. Haligi imom yuringda ustozining oldiga oldiga bordi, aytdi: "Ustoz, talaq tushadi debsiz. Talaq tushmaydi." Ustozi nimaga tushmaydi? Axir inson oydan chiroyli bo'la olmaydi desa, ana shu imom shogirdi ustoziga aytayaptiki, "Ustoz," deydi. Alloh taolo "Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim" degan oyatda biz insonni eng go'zal suratda yaratdik deyapti. Demak, eng go'zal surat insonda ekan, oydan sen chiroylisan, talaq tushmaydi deganda ustozi tan olgan ekan xatosini. Birodarlar, insonlar siz bilan biz ana shu yuzga qarab turib baho beradigan bo'lsak, qanaqa suratda bo'lmasin, albatta u eng go'zal suratda yaratilgan. Shu bilan ham bir marta aziz bo'lmayapmizmi? Fi ahsani taqvim, eng go'zal suratda yaratdik. Farishtalarga Alloh taolo men yer yuzida o'zimni o'rinbosarimni yarataman deganida, farishtalar javob berib aytdiki: "Atajalu fiha man yufsidu fiha va yasfiku dima." Axir yer yuzida fasod tarqatadigan, nohaq qonlar to'kadiganni yaratmoqchimisan? Farishtalarda bu so'zi Alloh taologa e'tiroz emas edi. Istifhom, ya'ni so'rash ma'nosida edi. Axir biz seni ulug'lab turgan bo'lsak, senga tasbih aytayotgan bo'lsak, yer yuzida qon to'kadigan, gunoh qiladigan
Bandani yaratasanmi? Alloh taolo inni a'lamu ma la ta'lamun. Men sizlar bilmaydigan narsani bilaman dedi. Bu savolni farishtalar mana aytdik, e'tiroz qilib aytgani yo'q, balki aniqlash uchun, bilib olish uchun berishdi. Farishtalar hech qachon Allohga osiy bo'lgan emas. Ibadun mukramun la yasuna robbahum ma amarahum va yaf'aluna ma yu'marun. Ular hurmatli banda. Ular Robbilariga hargiz osiy bo'lmaydilar, balki Parvardigori buyurgan ishni so'zsiz bajaradilar. Farishtalarda bunday deyishiga sabab bor edi. Alloh taolo jinlarni yer yuziga tushirib, yer yuzida maskan qilib berib, ixtiyorni ularga berganida juda ko'p gunohlarni qilishdi. Nohaq qonlarni to'kishdi. Shunda Alloh taolo farishtalardan iborat qo'shin surib, men o'tgan darsda aytdik, qirib yo'qib tashadi bularni. Qolganlarini dengizlardagi, okeanlardagi orollarga surib tashadi. Farishtalar uni ko'rgan edi. Ya'ni ana shunaqa jindaqa bo'ladimi yaratganing? Axir biz senga tasbih aytyapmiz-ku deb aniqlash ma'nosida so'radi. Ikkinchi ma'nosi, yo biz Allohga hamd maqto aytishligida noqislik qilib qo'ydikmikin, Alloh boshqa bandani yer yuziga yarataman deyapti. Ikki xil ma'noda o'z ichiga oladi mana shu savol. Alloh taolo men sizlar bilmagan narsani bilaman dedi. Farishtalar o'zaro suhbatlashib aytishdiki, Alloh xohlagan bandasini yarataversin, baribir biz Allohning huzurida hurmatli banda bo'laveramiz. Ilmli bo'laveramiz. Baribir bizdaqa bo'lmaydi u deyishdi. Bunday deyishiga sabab bor edi. Chunki farishtalar butun koinot ishini tadbiq qilib turishardi. Yerda aylantirayotgan, bulut haydab kelayotgan, rizqlarni tarqatayotgan va ulardaqa ilmlik, ulardaqa Alloh taolaga so'zsiz itoat qiladigan bandalar haqiqatan yo'q edi. O'zaro aytishdiki, kim bo'lsa ham bizdaqa bo'lmaydi baribir. Men boshqachaman deb o'ylaymiz hammamiz otamizga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, ya'ni insonning tabiatiga Rasululloh sollallohu alayhi vasallam muomala shuda bir axloqni aytib o'tishimiz kerak. Amr ibn Os roziyallohu anhu musulmon bo'lgandan keyin ancha kech islomga kirgan. Xolid ibn Valid, Usmon ibn Talha, Amr ibn Os uchala bir amir bo'lgan, juda kuchli bir qo'mondon lashkari bosh bo'lgan sahobalar Hudaybiya sulhida kelib birdan iymon keltirishgan. Shunda Amr ibn Os payg'ambarimiz shunday bir zo'r muomala qilganini ko'rib turib, men Rasulullohga hammadan yaxshi yo'l yurinsam kerak, chunki menga hech kimga qilmagan muomalasini qilyapti. Yo Rasululloh, sizga eng yaxshi ko'ringan odam kim desa, Oyisha degan ekan. Yo'q, erkaklardan aytayapman desa, uni otasi Abu Bakr degan ekan. Endi payg'ambarimiz axloqini ko'ringki, shunaqa yaxshi muomala qilganligidan men isключительныйman deyapti-da. Menman deyapti. Men hammadan men shunday narsani bera olgan payg'ambar alayhisalom. Yo erkaklardan aytayapman desa Abu Bakr deydi. Keyinchi desa Umar deydi. Keyinchi desa Usmon deydi. Deydi, bekar so'rabman deydi. Agar deydi davom etaversam, oxirida bo'lib qolishimdan qo'rqib to'xtatib qo'ydim. Bekar so'rabman. So'ramasdan hammasidan meni payg'ambarimiz yaxshi ko'radi deb yurganim yaxshi ekan. Rasulullohning axloqini ko'rib qo'yaylik. Bir shingil birodarlar. Har bitta sahobasiga personalni muomala qilgan. Har bitta sahoba o'zini boshqacha deb bilgan payg'ambarimiz oldida. Farishtalar baribir bizdaqa bo'lmaydi kim yaratsa ham, baribir biz boshqachamiz deyishdi. Dar haqiqat ular Alloh taoloning huzurida eng hurmatli, eng bilimdon mahluqlar edi. Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni turpoqdan yaratmoqchi bo'ldi. Endi turli xil rivoyatlar bor. Hani o'tmendan yaratdi dedi. Biz u zaif bo'lgan rivoyatni olmaymizda, sahihini olamiz. Alloh taolo Odam alayhisalomni turpoqdan, yer jinsidan yaratmoqchi bo'ldi. Imom Ahmad, Imom Termiziy ibn Himmonlarda keltirilgan hadisda Alloh azza va jalla buyurdi farishtalarga, yer yuzida qanaqa turpoqni sorti bo'lsa, shundan bir qismini olib chiqildi. Sarig'i bor turpoqda, qattig'i bor, sho'ri bor, qorasi bor, yumshog'i bor, dag'ali bor. Mana shu turpoqdan Odam alayhisalom aralashtirib loydan yasaldi. Demak, odamlarning tabiatini xilma-xil bo'lishi nimasidan ekan? Turpoqdan ekan. Ya'ni bitta otadan 3 xil bola chiqishi mumkin tabiati, xarakteri. Bu nimasiga bog'liq bo'lyapti? Turpog'iga. Shuning uchun ba'zi bir birodaringiz injiqligini, ba'zi birodaringizni sholdir-shuldirligini turpog'idan deb qo'yib, nima qilib qo'ying? Kechirib qo'ying. Avf qiladigan bo'lsangiz, bu zaiflarga ihson deyiladi, rizqingizga baraka kiradi, birodarlar. Rizqni aytib o'tmasa bo'lmaydi. Vaqtiki Alloh farishtalarga men loydan inson basharini yaratmoqchiman dedi.
Va bu loyda Alloh taolo aralashtirdi va tinun lazib deyiladi. Yopishqoq loyga aylandi, bir-biriga qattiq aralashdi. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomni o'zini ikki qo'li bilan yaratdi. Bir marta aziz bo'ldi. Qachon? O'zimni o'rinbosarimni, xalifamni yarataman deganida. Bir marta aziz bo'ldi. Ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Inna ma'mruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisalomni ikki qo'lim bilan yaratdim, deyapti. Yana xos muomalami? Bizning otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir bo'lib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti. Lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor. Bizning qo'limizga o'xshaganda Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi, qo'li borligiga iymon keltiramiz. Qandayligini Alloh biladi. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul alim. Alloh taologa hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas. Alloh taolo Odam alayhisalomni timsol, haykal suratda yasab tashab qo'ydi. Bir necha kun yoki bir Alloh xohlagancha muddat tashab qo'ydi. Mana tuproq, loy, yopishqoq loy va musavvar jism, timsol holati, solsol, qurigan, qatigan loy holatida haykal bo'lib turdi. Odam alayhisalomni Alloh azza va jalla bo'yini 60 metr qilib yaratdi, sahih hadislarda kelgan. 60 metr, yelkasining kengligi 7 metrda bo'lgan rivoyatlar bor. Ya'ni va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. Rasululloh aytdi, ana shu kundan boshlab va ma zalal xalqu yanqusu munzuzak. O'sha kundan boshlab insoniyat kichayishga qarab ketadi deydi. Dalil kerakmi? Muzeylarga borsanglar 500 yil burun odamlar kiygan kiyimlari, ushlagan qilichlari bor. Ha? 2 soplik, 3 soplik deb o'rtasidagi ritsarlarning qilichini qarasangiz, u bitta qilich ko'tarib kechgacha chopishgan. Biz ikkitamiz ham ko'tara olmaymiz uni. Nimani belgisi bu? Siz bilan biz mana yosh katta oqsoqollar o'tiribdi. Otalarimizni eslaylik-da, opa-dodalarimizni. Qanaqa bir gavdalik, ularni ushlagan ketmonini biz o'rnidan ko'tara olmaymiz kerak bo'lsa, lekin kechgacha ketmon chopgan. Insoniyat qiyomatgacha kichayib borishligi mana shu hadisdan hujjat olinadi. 60 metr bo'lgan bo'yi, ana shu kundan boshlab insonlar kichayishni boshladi. Bir avlod keyingi avloddan kichayib ketaveradi. O'zimiz ham ko'rib turibmiz, birodarlar. Jannat ahllarining bo'ylari ana shu Odam alayhisalomning bo'yi 60 metrda bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam mana Imom Ahmad rivoyat qilgan hadisda aytgan ekan, odamning bo'yi 60 metr edi, ziroati yana 7 metr, 7 ziro edi. Imom Muslim va Ahmadda keltirilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratib, yasab, shakllab bo'lgach, bir muddat o'z holiga tashab qo'ydi, ruh kirgizmadi. Qala lamma xalaqallohu Adam tarakahu ma sha'an yada. Haykal holatda turdi. 40 kun deyiladi, vallohu alam. Iblis jannatda edi. Iblis farishta emas edi. Iblis layin emas edi hali. Yer yuzida rivoyatlarda keladi, ana shu jinlar ichidagi eng taqvoligi, eng ibodatga polvon bo'lganligidan Alloh azza va jalla uni ikroman, hurmat qilgan holda jannatga olib chiqib qo'ygan edi. Allohning makridan faqat fosiq qavmlar g'ofil qoladi. Jannatga kirganda ham Alloh xolisa makr bilan chiqarib olgan ekan shu mana. Iblis keldida hasad qildi. Kim bu dedi? Nima uchun yaraldi? Har tomonda aylanib ko'rdi. Hadislarda keladi, iblis kelib tepib ko'rdi Odam alayhisalomni.
Shunda ovoz chiqdi. Odam alayhisolamning qorni bo'sh edi. Haykal holatda qorni bo'sh edi. Ovoz chiqqanini ko'rdi-da, Odam alayhisolamni ichi g'ovik bo'm-bo'shligini ko'rdi-da, quvvat yo'qligini bildi. Ibn Abbos Tabariyda keltirilgan rivoyatlarda odam shakllangan, yaralgan holda 40 kun ruhsiz holda turdi. Shayton keldi, ko'rdi, qo'rqdi, hasad qildi. Farishtalar ham qo'rqishdi. Oyog'i bilan tepib ko'rdi, undan ovoz chiqdi. Odamni og'zidan kelib orqasidan chiqdi iblis. Ichini bo'shligini ko'rdi va farishtalarga aytdi, undan qo'rqmanglar. Agar Alloh uni menga bo'yin sundirib qo'ysa, uni halok qilaman. Agar meni unga bo'yin sundirsa, bo'yin sinmayman dedi. Niyat qaranglar-da. Hasad, kibrdan burun hasad bo'lyapti birodarlar gunoh. Hasaddan boshlanadi ko'p narsa. Keyin kibr qilasiz. Va hamma hayron bo'ldi. Nima uchun yaraldi bu yangi mahluq? Kimligini bilmaydi. Necha martasi bo'ldi? 3 martami? Uyqusiryapti shekilliga. So'ngra Alloh azza va jalla Odam alayhisalomga ruh kirgizdi. Fa iza sawaytuhu va nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin. Qachonki men unga uni yaratib, tekislab, shakllab, o'zimni ruhimdan puflab kirgizganimda, unga sajda qilgan holda yiqilinglar. Mana endi 3 marta bo'ldi. Nimamdan deyapti Alloh? Ruhimdan deyapti. Birodarlar, siz bilan bizdagi tirik turgan ruh bu Allohning ruhidan ajrab chiqqan ruh, birodarlar. Mana bu jasad. Bu turp odam bo'lgan, yerdan bo'lgan. O'lganimizda kirib ketadi. Inson o'lganda yerdiki yerga, osmondiki osmonga ko'tariladi. Nima o'lmaydi? Jasadmi, ruhmi? Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun va la nawm. Allohda na uyqu oladi, na mudro oladi. Ruh uxlamaydi, birodarlar. O'lmaydigan, uxlamaydigan, mudramaydigan Alloh azza va jallaning ruhidan chiqib bizga kirdi. Bizni aziz qilgan narsa ham shu ruh, birodarlar. Shu ruhni Alloh taolo kiyintirib qo'ydi mana jasad bilan. Qiyomatda Alloh taolo boshqatdan turpodan chiqarib kiyintirib qo'yadi bu jasadga. Jasadni ehtiyot qilib, ruhni qiynamaydi, birodarlar. Namozda turganda rohat oladi. To'g'ri, oyog'imiz tolyapti, belimiz tolyapti, chiqib ketib qolyapti chidamasdan. Ishlatib qolish kerak bu jasadni, bu ruhning rohati uchun. Hadislarda keladi, mana quyidagi hadisda Odam alayhisalomga ruh kirishlik tafsilotlari keladi. Alloh taolo Odam alayhisalomga ruhni boshidan kirgizdi. Birinchi bo'lib ko'zi ishladi. Jannatdagi mevalarni ko'rdi. Aqli ishladi. Pastga qarab keldi. Mana shu joyga kelganda Odam alayhisalom bittak surdi. Shunda farishtalar alhamdulillah deng deyishdi. Odam alayhisalomning birinchi og'zidan chiqqan so'zi alhamdulillah bo'ldi. Alhamdulillah ibodatlarning ibodati, birodarlar. Inshaalloh keyingi suhbatlarda alhamdulillah qanaqa ibodatligini gapirib beramiz. Alhamdulillah dedi. Voy demadi. Alloh azza va jalla javob berdi. Rahimaka robbuk. Robbing senga rahmati bo'ldi dedi. Necha marta bo'ldi? Qaranglar, otamiz qanaqa inson bo'lgan. Qanday banda bo'lgan. O'sha otamizni farzandimizmi haqiqiy? Bir gunoh qilib qo'yib turib, kullu bina adama xatton va kullu xoyrul xattayna tawwabun do'ramiz. Nima deymiz? Xato qiluvchilarni odam bolasi borki xato qiladi, xato qiluvchilarning yaxshisi tavba qil. Birodarlar, otamizga ergashsak, otamiz bir marta xato qilgan. Bir marta shu mevani yeb qo'ygan. Qaytib gunoh qilmagan. Ras otamizni farzandi bo'ladigan bo'lsa, gunohni kamroq qilaylik. Har safar gunoh qilib qo'yib turlar, yaxshi qiluvchi, tavba qiluvchi. Qilmaslikka harakat qilaylik, birodarlar. 4-marta Allohning rahmati bo'ldi. Ruh Odam alayhisolamning qorniga yetganda qorni ishga tushdida jannatda mevalarni ko'rdi, yeyish kerakligini tushundi, hali jon oyog'iga yetmasdan turib intilib bordi. Shoshilib ketdi. Otamizdan bu ham. Bir narsani mo'ljallasak yetguncha bo'lmay ketamiz-ku. 31ni kutib shoshilyapmiz-ku, birodarlar. Shoshilsak ham, shoshilmasak ham Alloh bergan kun bo'lishini iymon keltirdingmi? Shoshilmang. Shoshilmang. Kim aytgani bo'ladi?
Xotirjamlik shu emasmi? Odam alayhisalom shoshib olgan ekan. Xuliqal insonu min ajal. Alloh taolo inson shoshqaloq deyapti. Shoshib ketamizda, bo'lmayapti-da, bo'lmayapti. Duo qilib necha yillar bersangiz bo'lmayapti. Birodarlar, duo qilaveringda. Bo'lmayapti desangiz pishib qolishi mumkin. Turibdi, tushish kerak. Shuncha so'radim, bermadi dedingiz. 50 yilda ham bermadi dedingiz. Bo'ldi, tushmaydi endi. Inson o'layotganda ham xuddi shuni aksi bo'ladi, birodarlar. Jon oyoqdan chiqib boshlaydi. Yaxshi bilamiz, oyog'i muzlab qopti deymiz, oyog'i nima deymiz? Ishib qopti deymiz. Xuddi shuni teskarisi bo'ladi. Ruh qanday kirgan bo'lsa, chiqishlikda xuddi shunday teskari yo'l bilan oyoqdan boshlab chiqishni boshlaydi. Va mana ba'zida shunday bir ulamolar gaplari keladi, inson mana shu o'lganda ko'ramiz, haligi kinolarda ko'ramiz endi. Ko'zi shuni osmonga qarab qoladi. Ruhini chiqib ketayotganini ko'rar ekan ko'z oxirgi marta. Ruhini ko'rar ekan o'zini. Ho, hali qancha bor unga deymiz-ku. O'rtacha bir 70 ga kirsam, kim biladi birodarlar? Kim biladi 70 ga kirishimizni? Alloh subhanahu va taolo Odam alayhisalomga jon kirgizib bo'lgandan keyin umurtqasini o'ng qo'li bilan sinadi. Va qiyomatgacha, ana shu lahzadan boshlab qiyomatgacha yashaydigan odamlarning ruhini bir vaqtda yaratdi. Bu yerda o'tirganlar yosh qancha bo'lsa qat'iy nazar ruhimiz teng akalar. Odam alayhisalomning birinchi farzandlari va oxirgi qiyomatgacha yaqin tug'iladigan farzandlarning ruhi bir vaqtda Alloh taolo bo'ldidi, hamma ruhlar bir vaqtda yaraldi. Endi dunyoga kirishlik tartibi Alloh taolo taqdir qilib qo'ygandaqa birimiz burun, birimiz keyin dunyoga kelamiz. Alloh azza va jalla mana shu o'rinda bandalar bilan misoq tuzdi. Musulmonmisan? Alhamdulillah musulmonmiz. Musulmonman. Kimning millatidansan? Kitobing nima? Qibling nima? Qachondan beri musulmonsan desa, al-misoqdan beri deymiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, haligi tez qatorli bo'lib qo'ygan, yodlatib qo'ygan kattalarimiz. Al-misoqning ma'nosi nima desa, ruhlar balo degan kuni. Nima degani? Mana shu misoqni gaplashamiz inshaalloh. Ine to'xtatamiz. Astagfirullah va akhadha robbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum va ashhadahum ala anfusihim alastu bi robbikum qalu bala shahidna an taqula yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin aw taqula inna ma ashraka aba'una min qablu wa kunna zurriyatan min ba'dihim afatuhlikuna bima fa'ala al-mubtilun. Qiyomat kunida Allohning oldiga borganda bir banda "Ha men eshitmagan ekanman bularni. Ha menga birov aytmagan ekan" der ekan. Biror bir qavm bo'lmaydi, magar ichida albatta oxiratda ogohlantiradigan nazir, ogohlantiruvchisi bo'ladi deyildi. Endi bir banda eshitmadi ham deylik. Ruh ana shu paytda yaratib qo'yib turib, hammamiz ruhimiz Alloh taolo alastu bi robbikum. Men sizlarni yo'qdan bor qilgan Robbinglar emasmanmi deganda hammamiz bir ovozdan ha, biz guvohimiz sen bizni yo'qdan bor qilganligingga deb javob berganmiz. Kim eslay oladi shuni? Islomiysizlar-a? Men ham islomiyman. Chunki agar buni eslaydigan bo'lsak, bu qanaqa bu imtihon bo'lib qoladi? Alloh taolo aytayapti, mana biz guvohlikka o'tdik. Qiyomat kunida biz bu narsalardan bexabar ekanmiz. Otalarimiz mushrik bo'lgan ekan, otalarimiz qilgan gunoh tufayli ana shu ahmoq bo'lgan odamlarga ergashganligim uchun azoblaysanmi demasligimiz uchun senga hozir so'z beryapmiz. Ya'ni har bittamiz bittadan eslaymiz birodarlar qiyomat kunida bergan so'zimizni. Ana shu payt misoq deyiladi. Ruhlar Parvardigori bilan ittifoq qilgan, dogovor qilgan kuni misoq deyiladi. Qachondan beri musulmon ekanmiz? Al-misoqdan beri. Al-misoqning ma'nosi nima ekan? Hammamiz ha Parvardigor, sen bizni yo'qdan bor qilgan Robbimizsan, bizga hech qanaqa uzr qolmadi degan kunimiz. Demak, hech kimga qiyomat kunida uzr qolmaydi. Alloh azza va jalla mana Hazrat Umar rivoyat qilgan hadisda Rasululloh aytadi, Alloh odamni yaratdi va o'ng qo'li bilan uni zohirini siladi va qiyomatgacha yashaydigan zurriyatni chiqardi va dedi Alloh. Ana ularni dedi, jannat uchun yaratdim. Mana bularini do'zax uchun yaratdim dedi. Ruh bo'lib turgan paytda Alloh taolo bo'lib qo'ydi. Mana qismi jannatga, mana qismi do'zaxga dedi. Biz
Nomoya amalimizni o'ng qo'limizdan olib, jannatligimizni xabarini topmaguncha hech qachon xursand bo'lishga haqqimiz yo'q. Shundaymi? Va amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha umqra'u kitabiya. Ammo kim kitobini o'ng qo'lidan bersa, dedi Alloh taolo. Kitobini oladida xursand bo'lib ko'ringlar, mana Alloh menga kitobni o'ng qo'ldan berdi. Va amma man utiya kitabahu bi shimalihi. Ammo kim kitobini chop qo'lidan bersak, o'ng qo'ldan chop qo'ldan olinadi. Ana shu kun kelguncha hech kim xursand bo'lib xotirjam bo'lishga haqqi yo'q. Shunda bir kishi so'radi, "Ya Rasululloh" dedi. "Kimi jannatga, kimi do'zaxga borishi hal qilinganmi?" "Ha" dedi Rasululloh. "Ha unda nima qilamiz qiylan amal qilib" dedi. Kitobimizga suyanib, yozib qo'ygan narsaga suyanib yota olmaymizmi? Meni jannati bo'lganimni yozgan bo'lsa, men dod desam, faryod desam, jannatga kiraman ekan. Shundaymi? Shunday. Men har qancha amal qilsam, agar do'zaxligimni yozgan bo'lsa, do'zaxga kirib keta olman ekan. Shundaymi? Unday emas, birodarlar. Amalu kullun muyassar liman xuliqa dedi Rasululloh. Yo'q dedi, amal qilinglar dedi. Har kim dedi, diqqat qilaylik. Qayoqqa yozilgan bo'lsa, shu yoqqa olib boradigan ishlarni qilishlikni oson qilib qo'yadi u uchun. Tushuntira oladimmi? Bemalol kechqurun turib namoz o'qiy olasiz. Bemalol 50 yerda bir 100 dollar turganda oxirlab o'tib keta olasiz. Bemalol ko'zingizni shuni yerga olib qocha olasiz, zino bo'layotganda ko'z zinosi. Bemalol televizor ishlab qola olasiz. Bemalol Qur'oningizni ochib televizor o'chirib qo'ya olasiz, bemalol Qur'oningizni o'qiy olasiz. Va aksincha, bir bandani Alloh do'zaxga yozgan bo'lsa, uni hech kim bilmaydi. Xuddi jannatga yozganini bilmagandek. Lekin bu do'zaxiy ishlarni qilishlik bilan mashg'ul bo'ladi, do'zaxiy ishlar qilishi bunga oson bo'ladi. Ba'zida yerda ketayotgan qo'ng'izni bosib olsangiz, inson qanaqa bir ichingiz ezilib ketadi. Beqasd qildingiz, lekin ichingiz ezilib ketadi. Endi odamlarga ochiq zulm qilayotgan odamni ko'rganda nima deysiz? Yo'q, Alloh biladi, buni ayta olmaymiz do'zaxligini. Demak, ba'zi odamlarga do'zaxning ishini qilishlik oson bo'lar ekan. Ba'zi odamlarga jannatning ishlarni qilishlik. Demak, tekshiraylik birodarlar. O'zimizga savol beraylik. Qaysinisi oson bo'lyapti? Yana noaniq kim qayerga borishligi biz uchun Alloh azza va jalla o'zi biladi. Xulosa birodarlar, har bir inson o'ziga qaysi tomon yozib qo'yganligini bilmaydi va har bitta insonda ixtiyor bor. Indalloh shu gapda. Ixtiyoringiz bilan jannatni ishlarni qiling, jannatga kiring, ixtiyoringiz bilan do'zaxga ishlarni qiling, do'zaxga kiring. Lekin jannatni ishlarni ixtiyoringiz bilan qilayotganda ham kerilmang. Chunki innamal a'malu bil xawatim. Amallar xotimasiga qarab o'lchanadi. Bu o'tirishimiz hech narsa emas. Ketar soatda shunday holatda ketmasak, bu o'tirishimiz hech narsa emas. O'shuning uchun o'zimizga katta baho berib, xotirjam bo'lib qolmaylik. Necha marta azb bo'ldi? Birinchisi, o'rinbosarim dedi. Ikkinchisi, qo'li bilan yaratdi. Uchinchisi, o'zining ruhidan kirgizdi. To'rtinchisi, rahimaka robbuk dedi. Mana shu joyda to'xtatib, qolganini keyingi darsda inshaalloh suhbatlashgan bo'lamiz.